Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumani Javlon MFIga qarashli Abdol qishlog'ida istiqomat qiluvchi Qidirova Ozoda Shodiyevna 1967-yil 22-iyulda tavallud topgan. 1989-yil Ubaydullayev Sherali Sag'dullayevich bilan turmush qurganlar. 3 nafar farzandlari bor, 2 qiz va 1 o'g'il. Turmush qurganlaridan 9 yil o'tib, ya'ni 1998-yildan boshlab oyoq og'rig'i bilan azob chekib kelmoqdalar. Ilk marotaba shifokorlarga uchraganlarida shifokorlar tomir shamollashi deya xato tashxis qo'yishgan. Qidirova Ozoda Shodiyevna 1 yil davomida tomir shamollashi tashxisi uchun muolaja olib ketganlar. Ahvollari yaxshilanish o'rniga og'irlasha boshlagan bemor 1 yil kasallikni zo'raytirib, 2-yil yana turmush o'rtog'i bilan shifokorga ko'rinadi. Rentgen natijalarida aniq bo'ldiki, bu kasallik suyak yemirilishi. Assalomu alaykum, bizni ijtimoiy tarmoqlar orqali kuzatib borayotgan qadrli obunachilar, bugun video murojaatimiz xalqimizga, saxovatpesha insonlarga, chunki bizga murojaat tushdi, ya'ni iltimos bilaman sizlar tabriklash agentligi, ammo onajonimni mazalari yo'q. Betob ijtimoiy tarmoqlar orqali xalqimizga, insonlarga, saxovatpesha kishilarga murojaat qilishga majbur bo'ldik deya Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumani Javlon mahallasiga qarashli Abdol qishlog'ida istiqomat qiluvchi Qidirova Ozoda onajonimiz 27 yil mobaynida suyak yemirilishi tashxisidan aziyat chekib kelmoqda ekanlar. Farzandlarining ta'kidlashi bo'yicha operatsiya qilishdi shifokorlarimiz, ammo foyda bermayapti. Oxirgi choramiz chet elga ko'rsatishimiz kerak ekan, Hindistonga olib bormoqchimiz onamizni. Bu video rolikni qilmoqchi emasdik, uyalardik, ammo onamiz betob, onamizdan ayrilib qolishdan qo'rqyapmiz. Iloji yo'q, mana shu video rolikka rozi bo'ldik deya ta'kidlab o'tishdi. Hozir xonadon ichkarisiga kirib, agar imkon bo'lsa, onajonimizning o'zlaridan ham so'zlarini eshitamiz. Qisqa bo'lsa-da intervyu olamiz farzandlaridan imkon qadar. Onajon, salomatmisiz? Bismillahirrohmanirrohim. Rahmat. Shifokorlar nima tashxis qo'yishgan onajon? Shu yemirilishi bo'lgan. 27 yildan beri kasallikni ko'rishaman. Hozir turib yura olasizmi? Yo yurish mumkin emasmi? Hozir yurolmayapman-da, o'sha yemirilib ketgan oyoqdan sement qo'yilgan. Og'riq bo'ldi. Kichik. Hozir onajon doktorlar nima deyishdi? Doktorlarga shu borganim yo'q, lekin oxirgi marta shu 22-yilda oxirgi operatsiya sement qo'yildi-da. Undan keyin ham yemirilib boryapti-da, bitmay qolgan keyin operatsiya joyi. Nimaga sement qo'yildi? O'sha joyiga. 27 yil bo'lyapti-da, shu kasallikni ko'rishganimga 4 marta operatsiya bo'ldim. Ular doktorlarimiz, shifokorlarimiz o'zi Hindistonga yo'llanma berishdimi? Yo'llanma bergan yo'q, shu og'riq kuchli bo'lgani uchun shu o'g'lim shu borsa o'sha yoqqa foyda topasizmi, qiynalib ketdingiz deyapti. Doktorlar yana operatsiya qilmoqchimi? Endi borganim yo'q, oxirgi tashxis shu dedi-da, sement qo'yamiz, iloji yo'q boshqa dedilar. 98-yil birinchi operatsiya bo'lgan. Shundan beri o'shandan beri 4 marta bo'lyapti. Ular faqat 2 marta tozalab qo'ydi, va yoki chuqur joy bo'lib qolgan, shu modda to'da bo'lib qolyapti deyapti, tozalab. Keyin oxirgi marta sement qo'yildi-da. Onkologiyada. Endi onajon, bu nechinchi yildan boshlanyapti bu kasallik? Nima sababdan boshlandi? 98-yildan berida. Nima sabab bo'lgan boshlanishiga? Yiqildingizmi, shamollashdan bo'ldimi? O'zim ham bilmayman-da shu. Nima bo'lgan? Boshlanishda shunchaki oyog'ingiz og'ridi. Shunchaki og'riq boshlandi. Lecheniya qildim, bu yerga bordim faqat poliklinikaga. Birinchi tashxis nima qo'yishdi shifokorlar? Bu yerda faqat tomir shamollagan dedi poliklinikada.
Suyak yetishmagan birinchisida. Tomir va faqat shu tomir shamollagan 1 yilda lechini oldim. Shu doktorlar bilan. Keyin kishi xo'jayim toza og'rib yotib qolganimdan keyin Samarqandga olib bordilar. Eginga qiluvdi, undan keyin shu boshda piyalan o'zida jo'sh qarayib ketgan dedi. Hindistonlik shifokorlar bilan bog'landingiz, a? Tashxislarni tashlaganingizda nima deyishdi? Hindistonlik shifokorlar bilan bog'lanib, ularning tashxislarni tashlagan vaqtim ko'zim bilan ko'rib o'zim dedi, ana olaman dedi avval. Analiz olaman. Rentgen qilaman, keyin sizlarga garantiya beraman dedi. Shuning uchun dedi, olib keling bu yerga, tashxis qiling avval. Agar dedi onkologiya chiqmasa, o tezroq bitishi mumkin dedi. Onkologiya ana o'zidan yozuvdan dedi, onkologiya alomatlari chiqib turibdi dedi. Biz onkologiya bilan o'zi 27 yildan beri og'riydi, olganda bir tur ana olgan, nur olgan, svet olgan. 10 mingdan ziyod atrofida bo'ladi degan. Albatta. Inshaalloh biz onajonimizga ham aytib qolamiz. Onajon, umidingizni cho'ktirmang. Mana shu video rolikni ko'rib turgan hamyurtlarimiz, musofirda yurgan yurtdoshlarimiz inshaalloh kimda kim qo'lidan kelgancha moliyaviy ko'magingizni ayamaysiz degan umiddamiz. Ekranlarda ko'rsatilgan karta raqamlariga imkon qadar to'lovni amalga oshirsangiz, onajonimizni salomatligi uchun o'z hissangizni qo'shgan bo'lasiz. Albatta inshaalloh mana shu onajonimizni farzandlaridan, otamizdan agar bulardan qaytmasa, Allohdan qaytsin deb qolamiz. Kimda kim ihson qilaman, savob umidida yurgan barcha aka-ukalarimizga mana shu video rolikni ko'proq insonlar ko'rish uchun tarqatishingizni iltimos qilib qolamiz. Agar moliyaviy ko'magingiz yetmasa, imkoningiz bo'lmasa, hech bo'lmasa onamiz haqlariga chiroyli duo qilib qo'yishni unutmang. Umrimiz g'animat, g'animat damlar. Bu dunyo shundaydir, bitmagay g'amlar. Men sizga ta'zimda yaxshi odamlar, yaxshilik qilaylik, qaytmas bu onlar. Savoblar olaylik, sanoqsiz sonlar. O'zingizni asrang, yaxshi insonlar.